deyishadi. Bu afsona. Ketadi. Ishoning, ketadi. U ketadi. Bir kuni oddiy haqiqatni tushunadi va ketadi. Siz bilan birga bo'lish uchun borini bergan, o'zini unutgan, muhabbati bilan tog'larni siljitgan inson endi bu munosabatdan shodlik olmasa, o'zini baxtli his qilmasa, ketadi. U ketadi. Chunki u sizni ko'klarga ko'targan, yuragida podshoh qilgan. Lekin siz unga qo'l uzatmadingiz. Unga ham o'sha ko'klardan joy berish o'rniga u yerda yolg'iz turishni tanladingiz. Aynan u tufayli siz bugun shu balandlikda turibsiz. U bir narsani aniq biladi. Siz unga hech narsaga majbur emassiz. Sizning muhabbatingiz ham, fidokorligingiz ham kerak emas unga. Va aynan shu narsa og'riqli. U siz uchun hamma narsadan kechgan. Siz esa shunchaki befarq bo'ldingiz. E'tiborsiz va sovuq inson bo'ldingiz. U ketadi. Jim, to'satdan ortiqcha gap so'zlarsiz. U sizdan hech narsa so'ramaydi. Na sevgi, na tushunish. Chunki haqiqiy muhabbat so'rab olinmaydi. Shuning uchun ham u shovqinsiz jimgina sizni tark etadi. Eng yomoni va og'riqlisi, bunday insonlar qaytib kelmaydi. Hech qachon.